Mana shu joyini ustalar ko'rib olish kerak-da. Eng qiziq joyi. Xo'p, demak, DecoArt mahsuloti sizni xonadoningizda 10 yilgacha turib berish uchun qanaqa qilib ishlatilish ketma-ketligini mana ustakamiz bilan ko'rsatib beramiz. Hozir biz DecoArt brendi ostida ishlab chiqarilayotgan Decocento Perla Bianca'mizni qanday ishlatilishini ketma-ketligini tushuntirib beramiz. Buning uchun biz devorimizni tayyorlab olish uchun maxsus Deco majun qoplamasidan foydalanamiz. Devorlarimizni yaxshilab tekistlab olganimizdan so'ng Capital Fasad Gold bo'yog'imiz bilan kerakli rangda ranglantirib bo'yab olamiz. Oxirgi qismida Decocento Perla Bianca'mizni kerakli maxsus ranglarda ranglantirib olib, bemalol foydalanishimiz mumkin. Aka, qarang, o'tgan safargi videolarda 10 yil turgan DecoArt mahsulotlarini uyiga borib ko'rsatib berdik-ku. Shunaqa. Ko'pchilikni hayron bo'lyapti. Qanaqa 10 yil turadi deganda, biz bularga endi ketma-ketligini tushuntirib berishimiz kerak. Albatta. Misol uchun, xohlagan odam, xohlagan usta DecoArtdan foydalansa 10 yil turmasligi ham mumkin, chunki ketma-ketligi bor, to'g'rimi? Shunaqa. Shuni bitta ko'rsatib beramiz bugun. Albatta, shuni to'g'ri ketma-ketligi bilan foydalanilsa, albatta 10 yil, 20 yil ham turaveradi. Hozir bunga nima surganmiz? Hozir bunga birinchi Deco majun qoplamasidan surtib olib, u shpakulovkaga o'xshagan narsa, tayyor akrilik shpakulovka hisoblanadi. Shu bilan tayyorlab olganmiz. Endi ustidan keyin Capital Fasad Gold emulsiyamiz bilan bo'yab oldik. Endi Decocento Perla Bianca'ni surtishga tayyor holatda turibdi. Eng qiziq joyi, ha? Eng qiziq joyi. Boshladik bo'lmasam. Mana shu joyini ustalar ko'rib olish kerak-da. Eng qiziq joyi. Sir sinoatlari shu yerda bo'ladi. Aka, nima deysiz? Mana shu eng qiziq joyi ham shu yerda. Eng asosiy nuqtasi nozik sirlaridan bittasini tushuntirib o'tmoqchiman. Qarang, bizada devorimiz hozir oq rangda bo'yalgan, lekin surtayotgan Perla Bianca'miz yashil, qoramtir yashil tusda ranglantirganmiz. Endi buni yopuvchanligiga ham e'tibor beraylik. Qarang, oqni ustidan bittada yopyapti. Keyin bu holatda mana shunaqa ishlanilishda 2 marta surtilish tavsiya qilinadi. Lekin bitta surtib ishlayman degan ustalarimizga maslahatim, xuddi shu rangda tagini asosiy bo'yab olish kerak. Mana shpatil harakatlari ham muhim-a, lekin. Ha, shu ham muhim. Hozirgi holatda o'zida menga yoqishni boshlaydi bu. Ko'rinishi zo'r. Yana biroz ishlovi bor, shuni ham berganimizdan keyin 100% to'liq tayyor holatga keladi. Mana ma'lum bir joyga surtib olganimizdan keyin bir marta mana shunaqa gulni yana qaytadan boyaga usulda o'ynatib yuboriladi. Ana o'shanda gullari yana ham ochilib chiroyli ko'rinishga keladi. Aka, qarang, hozir mana shu DecoArt mahsulotini ishlatyapsiz-ku. Kvadrat metriga shunaqa xizmat ko'rsatsangiz necha pul aka? Mahsuloti bilan birgalikda 15-16 dollardan qilib yuramiz. Mahsulotini uy egasi olib bersa-chi? 8-10 dollargacha. Shunaqa. To'liq qurimasidan oldin yana bir marta mana shunaqa yurg'izib, aylantirib chiqamiz. Bunday gullari yana ham ochilib, tovlanishlari ko'payadi. Necha kvadratga yetadi degan savol tug'iladi. 1 kilosi 5 kvadratdan 7-8 kvadratgacha ham yetadi. 2 marta surtganimizda. Ko'p joyga yetar ekan. Ko'p joyga yetadi. Agar 1 marta surtadigan bo'lsak, yana ham ko'proqqa yetadi. 10 kvadratga bemalol. Lekin hozir mana qarang, 1 marta surkadi, o'sha hammasini yopdi. O'sha natija zo'r. Bir martadan o'zida ham natija chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Bizadagi holatda tagi asos qismini oq bo'yaganimiz uchun 2 marta qilishga to'g'ri keladi buni, 2 marta surtishga. Agar tagini ham o'zini rangida ranglantirib olganimizda 1 martada ham chiqib ketaveradi. Xo'p aka, mana hozir birinchi sloyni ko'rdik. Shuni o'zida zo'r yopdi. Albatta. Men bu boshqa urilmasa kerak deb o'yladim. Hozir aytasiz, yana ikkinchi sloy ham bor. Ikkinchi sloy ham uramiz. Shuni ham bitta ko'rsak. Yana ham ko'proq tovlanish oshib boradi. Qarang, birinchi sloy to'liq qurib bo'lgandan keyin ikkinchi sloy surtiladi. Ikkinchi sloyni ham xuddi o'sha birinchi sloyga o'xshatib, mana har tomonga o'ynatib surtib chiqamiz. Shunaqa qilib o'ynatib chiqiladi. Yana shapaloq gul, yana boshqacha gullari bor. Buni ustalarimiz yaxshi bilishadi. Endi eng ommabop usulda ko'rsatib beryapmiz. Xonadon, dacha va ofislar uchun mo'ljallangan DecoArtdan mahsulotimiz. Aka, mana buni surkadik. Necha yil turib beradi bu? Devorimiz suvog'i qancha yil tursa, o'shancha yil turib beradi. Faqatgina bitta sharti bor, o'sha instruksiya bo'yicha bajarilsa ish jarayoni. Ana o'shanda uzoq muddat turib beradi.